Madina Munavvarada bir ayol bo'ladi, Janob Rasulullohni ko'rgani keladi. Kechki payt suhbatni eshitmasdan ularning uyqusi kelmaydi-da, sahobiy ayollarni ham. Shunda Janob Rasululloh munofiqlar hammasi o'ldirishlikka shaylangan payt bo'ladi-da, bunaqangi yosh bolalarni eshiklar tagiga qorovul qilib qo'yib turib, hammasini tekshirib kirgizadigan bo'ladi. Endi arab ayollar yuzini yopib keladi. Aytadiki, ayol yuzingni och deydi. Seni tanimasam Rasulullohning oldiga qo'ya olmayman, xavf bor, xatar bor Rasulullohga deydi. Ayol aytadi, "Yo'q, erimdan boshqasi yuzimni ko'rsata olmayman" deydi. Rasululloh uchun keldim, men Rasulullohni yaxshi ko'raman deganda, agar Rasulullohni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, yuzingizni ochasiz deganda, Rasululloh deganda ular o'zini yo'qotib qo'yadi-da. Yuzini ochganda kamoli chiroyligidan Ali bola yuzidan ushlab qo'yadi. Borib bo'lgan voqeani xo'jayinlarga aytganda, xo'jayini ayoldan nima qiladi-da, Rasulullohning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, shunaqa ish bo'pti. U ayolim" deydi, "Sizni aytgancha muhabbati sizga bo'lgancha ochib yoribdi, lekin shu ayolni to'g'risida nima qilgan?" Janob Rasul aytadiki, "Sal qisqaroq qiling. Uyingizga borasiz" dedi. Erta bilan bomdoddan qaytgandan keyin tandiringizga dedi, o't yoqasiz dedi. Tandirga o'tinlarni olib kelib yoqadi. Ayol eriga itoatkor. O'tinlarni mana o'sini cho'qi ko'p turadi, mana o'si yaxshi yo'nadi, olib kelib beradi. Raza tandir qizigan paytda Janob Rasul aytadiki, ayolingizga aytasiz, tandirga kiring deb aytasiz dedi. Ayolga aytadi, tandirga kiring dedi. Aytadi, "Yo'q" dedi. "Men o'tdan qo'rqaman, hamma qo'rqadi-ku o'tdan. Raza laxta cho'q bo'lib turibdi. Shunda dedi, ayolingiz unamasa, meni o'rtaga qo'ying" dedi. Rasulullohga muhabbatingiz rostdan haqiqiy bo'lsa, kecha aytayapsiz, unda kiring dedi. Ayol ikkilanmasdan oyog'ini jamlab turib tandirga o'zini tashlaydi-da, Janob Rasul aytadi, "Ayolingiz agar tandirga kiradigan bo'lsa, ustini yopib turib, keyin meni oldimga kelasiz." Ustilarini yopib Rasulullohning oldilariga boradi. "Yo Rasululloh, aytganingizdek bo'ldi, ayolim sizga aytdim, tandirga kirdi" dedi. Tandirga kirdi deganda, "Yuring endi borib ko'ramiz" dedi. "Yo Rasululloh, agar ayolimni o'rniga tosh tashlab kelganda u qolmaydi" dedi. "Yuring boramiz." Ikkinchi gapga e'tiroz yo'q Rasululloh. Borishadi, tandir ustini oching dedi. Ochishib shunday qarasa, ayol tandirning ichida o'tiribdi, kulchadek bo'lib o'tiribdi, peshonasidan bir ikkita, uchta ter endi oqib turgan bo'ladi-da, qo'llaridan olishib chiqaradi, hali erkak yig'laydi. Shunda aytadi, Rasululloh hammamizga tatiydigan bitta zo'r hadis aytadi-da. "Nima dedi? Ey palonchi" dedi. "Qaysi bir qalbda" dedi, Alloh taoloning rasuliga muhabbat bo'ladigan bo'lsa, dunyoni o'ti u yoqda tursin, jahannam ham uni kuydirmaydi dedi. Qalbda muhabbat bo'lib qolsa, inshaalloh mana shu hadis siz bilan bizga dalolat qiladi-da. Alloh hammamizni shunday muhabbat egalaridan bo'lishimizni nasib qilsin.